Demak, yotmasdan turib uylarda yig'ishtirishib olsangiz nima bo'lar ekan, a? Tili shakar singlim, shu boshimni 12 barmoqli ichagi juda ham og'riyapti deb bo'lmasa bilasana turib yordam berardi. Xo'p. O'ynab yuravermasdan mana shularni yig'ishtirishib yuborsa bo'larmikin, a? Singlim, qo'limni jigara press berib qoldi-da, bo'lmasa senga jon deb yordam beraman-ku. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Ketamizmi? Ketdik. Voy do'stim, ayt nega holing parishon, Bir alamdan qo'llab ham yordam bersa bo'ladi-ku supurishga, ey. O'zingdan kasallik yoqibmi? Ikkala qo'limni ham tizzasi shikastlangan. Bo'lmasa senga yordam berish zabat lomas-u singlim. Yo'qolib, ket. Rahmat. Ikkita qo'ling singan ekan, oyoq bilan mana shularni yig'ishtirib qo'ysa bo'ladimi? Jon deb yordam berardim, lekin mana shu oyoqlarim. Bo'ldi, bildik. Hayda. Kim bor? Sovchilarni kutib olinglar. Sovchilar. Assalom deganda ochiladi gul. Assalom deganda sayraydi bulbul. Ey Dumbul, Gulnora opani uylari shumi? Voy, bizdan keyingi qo'shnimiz. Ha, yo'q, mayli. Mayli. Opa shu hovlilarga suv sepib. Mazam yo'q-da. Nimaga sani mazing bo'lmaydi?